Yangi yilda topgan tutganimizni cho'ntakka solib bozorga otlanamiz va bozordagi bor narsalarni uyga olib kelib olamiz. Termiz dehqon bozoridamiz. Bu eski festivalni bozor deyilar edi. Yangi yil oldi bu yoqda narx-navo qanaqa bitta tanishib o'tamiz. Test. Termiz dehqon bozorida suvlar, Pepsi nech pul? 1,5 litrligi. Fanta, kola 14 ming. bu ham 14 ming. Oddiy suvlar 5 mingdan. 5 mingdan hammasimi? 5 mingdan ham. Soklarchi 10 ming. 12 ming. Mayli, bayramda yaxshi o'tkazinglar. 170 dan 140 ga. Pastdagilar qancha mana kattalar? 170 mingdan mana chiroyli tortlar. Sal kichkinarog'i 130, 120, mana 50 ming kichkina. Pishiriqlarim sizdan? Mana ular qancha kilosi? Mana bular 40 mingdan. 40 mingdan. Mana shu bundagiga qatori 50 ming. 50 ming. Bir xil hammasi 50 mingdan. Bittasi 60 ming, bittasi 50 ming, yana 40 ming. Alanga 20 ming guruch. Mana bu lazim ham 20 ming. Lozir ham 20 ming. Pomidor qanchadan? Buni kilosi 30 ming ekan. Buni narxi 45 ming ekan. Bu drakon ekan. Buni kilosimi yo donasimi? Donasi 50 ming ekan, bitta bir donasi. Buni kilosi 35 ming so'm ekan. Nokt kilosi 25 ming so'm ekan. Kivini kilosi 40 ming so'm. Olmalar 15 mingdan 20 minggacha atrofda. Uzum 20 mingdan. Xurmo ham bor. Termizda kokos yo'q deganlar, mana Termiz bozorida kokos ham bor ekan. Buni donasi 50 ming so'mdan kokos. Ananas 40 ming so'mdan, bir donasi 40 ming so'mdan. Kattasini 55 dan beryapmiz. 55, Kinosini 45 dan beryapmiz. 45, 55. 60 dan beryapmiz. 145 ming. Mol go'shti 125 ming Termiz dehqon bozorida. Soy go'shti 145. Mana shunaqa. Aka rahmat. Doktor Skila. 75 ming. Bunisi 50 ming aka. Nima farqi bor uni? Bu Andalusiya aka, bu 2005-yildan beri bu anaqa qiladi. Hamma ham farqi bor. Kimonosi bor 40 ming shodlik. Imkon qadar sizlarga narx-navoni tanishtirishga harakat qildik. Salomat bo'lasizlar, bayramni yaxshi o'tkazasizlar.